Mani ertalabdan turishim judayam qiyin bo'ladi. Ya'ni soat ertalab 6 da turaman va choy ichsam ichaman, ichmasam yuraveraman man shunaqa. Shunaqa qilib keyin tez-tez dazmol qilib oldim kiyimlarimni, koftam va shimimni dazmol qilgandim. И bu yerda bitta darsim qolib ketgan ekan, o'shani darsimni qilib oldim. Bankomatdan pul yechib, oстановкада o'tirdim kutib. Shu bilan sinfga kelib oldim, ya'ni maktabga. Shunaqa qilib videolar olib turdim bir-bir. Mandan so'rashinglar mumkin, sizlarga darsda telefon ishlatish mumkinmi deb. Yo'q, ustoz telefonini olib turaman videoga. Shunaqa qilib keyin qornim ochib ketdi, bulочка olib oldim. Keyin uyga ketdik o'rtog'im bilan. Uyga kelgandan keyin tez-tez kiyimlarimni almashtirib oldimda, hazillikni ochishim bilan mani ko'zim birinchi tuxumga tushdi va bitta tuxum, bitta sosiska qilib qovurib oldim. Menga shuni o'zi ham yetadi. Shu bilan keyin qovun yedim misa qilib. Bo'ldi desam, ovqat qilish esimga tushib qoldi. Ovqatni tez-tez qilib tashladim. Shu bilan qaynab chiqdi. Undan keyin kechqurun dars qilib o'tirdim uyda. Shu bilan o'xit qilgim kelib qoldi yuzimga. O'xitni ham kamdan-kam qilaman. Bir haftada 2 marta qilsam qilaman yoki bir haftada 1 marta shunaqa. Keyin tez-tez tishlarimni yuvib oldim-da, sochimni yuvish niyatim yo'q edi, lekin qarasam o'sha yog'langan soch bo'lib qolgan. 2 kunlik soch bu, atigi 2 kunlik. Keyin tez boshimni yuvib chiqdim, quritib oldim shunaqa qilib. Cholkamni man ukladka qilib yurmasam shunaqa yuzimga yopishib turadi cholkam. Shunaqa qilib bigudini o'rab oldim-da, fen bilan quritib olsanglar va ishga zo'r turadi. Issig'ida yetdi chunki fenni. Shunaqa yechgandan keyin voila, bitta tarov bilan tarovsanglar vashshe chotki turadi cholkanglar keyin. Sochimni o'rtasini alohida boshqa tarov bilan bo'lib olmasam, sochim chunki ikki tomoni ikki xil bo'lib qoladi. Tungi kiyimlarimni almashtirib oldim. Menga shu kiyimim judayam yoqadi, yumshoqqina, sevimli kiyimim bo'lib qoldi уже. Keyin shunaqa qilib yuzimga namlantiruvchi krem surib oldim. Idishi lekin kollagenni idishiga o'xshab turadi. Yuzinglarni skrab bilan yuvgandan keyin albatta namlantiruvchi krem surib yuringlar. Men har doim labimga bessvetniy pomada yoki Black surib yurmasam bo'lmaydi, kechqurun ayniqsa. Chunki meni labim doim qurib qoladi va yorilib ketadi, shuning uchun. Negativlar sizlarga esa omad kommentariyada. Mani kunim shunaqa qilib o'tib ketdi. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiska, komment yozishni unutmanglar. Sizlarga esa пока.